Salom hammaga, bu Anora va men Yaponiyada 10 yildan beri yashayman. Yaponiyada shirinliklar har qadamda uchraydi. Supermarketlar, kombiniyalar va konditer do'konlarida turli xil shirinlik mahsulotlari sotiladi. Yaponlar shirinliklarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shirinliklar ikki turga bo'linadi. Yaponiyaning an'anaviy shirinliklari va Yevropa uslubidagi shirinliklar. An'anaviy yapon shirinliklariga misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin. Matcha, yashil choy ko'kini, mochi guruch unidan tayyorlanadi va anko qizil loviya pastasi. Eng qizig'i shundaki, shirinliklar ko'p bo'lishiga qaramay, yaponlar juda ozg'in. Nega shunaqa deb o'ylaysizmi? 1. Yapon shirinliklarida shakar miqdori kam. 2. Porsiyalar kichik bo'ladi. 3. Yaponlar juda ko'p harakat qilishadi. Va 4. Eng asosiysi, ularning DNKsi biznikidan farq qiladi. Agar sizga bunaqa videolar yoqsa, like bosing va komment qoldiring. Ko'rishguncha!